Assalomu alaykum. Rossiyada 2026-yilda RVP kvotasi qisqartiriladi. Rossiya hukumatı 2026-yilda chet elliklar uchun vaqtinchalik yashash uchun ruxsatnomalar, ya'ni RVPlar sonini kamaytirishga qaror qildi. 2025-yilda 5500 ta bunday ruxsatnoma berilgan bo'lsa, endi atigi 3802 gacha qisqardi. Bundan tashqari, zaxira kvotasi 2026-yilda 1140 ta bo'ladi. Biroq oldingi yillarda bu ko'rsatkich yuqori edi. 2025-yilda 1650 ta, 2024-yilda 3150 ta. Qaysi mintaqalarda RVP ko'proq beriladi? Odatdagidek eng katta kvotalar poytaxt viloyatlariga tegishli bo'ladi. Moskva 500 ta, bu yilgidan 2 baravar kam. Moskva viloyati 250 ta, 2025-yilda 350 ta berilgan. Sankt-Peterburg 100 ta. Smolensk viloyati va Tuvada eng kichik kvotalar bo'lib, ularning har biriga 5 ta ruxsatnoma beriladi. Nima sababdan qisqartirilmoqda? Rossiya Ichki ishlar vazirligi o'tkazgan tekshiruvlarda hududlardagi kvotalar deyarli qo'llanilmasligi aniqlandi. 2025-yilning yanvaridan iyuligacha ruxsatnomalarning atigi 17.5%gina berilgan xolos. Buning asosiy sababi ko'plab nomzodlarning belgilangan talablariga javob bermaganligidir. Qolaversa, har bir mintaqa iqtisodiyoti va migrantlar bilan vaziyatga qarab qancha kvotalar kerakligini mustaqil belgilaydi. Vaqtinchalik yashash uchun ruxsat, ya'ni RVP kvotasi nimani anglatadi? Kvota bu shunchaki chegara, ya'ni Rossiya chet elliklarga yashash uchun beriladigan ruxsatnomalarning cheklangan soni. Bu migrantlar oqimini tartibga solish, ya'ni hududlarda hamma uchun yetarli uy-joy, ish va yashash sharoitlari bo'lishini ta'minlash uchun amalga oshiriladi. Ammo shuni bilish kerakki, RVP olishning kvotadan boshqa yo'llari ham bor. Masalan, turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz, ota-onangiz yoki Rossiya Federatsiyasida tug'ilgan rossiyalik bo'lsangiz. Shuning uchun kvotani qisqartirish migrantlar RVP ola olmaydi degani emas. Kvotalar soni kamaygan bo'lsa-da, Rossiyadagi muhojirlarning haqiqiy soniga unchalik ta'sir qilmaydi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlaridan kelgan xorijliklarning aksariyati bu yerda vizasiz yashaydi va ishlaydi. Ular Rossiyada qonuniy qolish uchun kvotaga muhtoj emas. Novosibirskda migrantlar uchun taqiqlangan sohalar kengaydi. Novosibirsk viloyatida 2026-yildan boshlab muhojirlarga ayrim ishlarda ishlash taqiqlanadi. Yangi farmonni gubernator vazifasini bajaruvchi Vladimir Znatkov imzolagan. Endi xorijliklarga umumiy oshxonalar, oziq-ovqat imtiyozli narxlarda sotiladigan kasalxonalar, maktablar yoki universitetlarning bufetlari va kafelarida ishlashi taqiqlanadi. Cheklovlar sport, yuk tashish, yo'lovchi tashish, ichimliklar va tamaki mahsulotlarini sotishga ham tegishli. Rasmiylarning aytishicha, ish beruvchilar yangi qoidalarni buzmaslik uchun farmon kuchga kirgandan keyin 2 oy ichida chet ellik ishchilar sonini kamaytirish kerak. Shunga o'xshash taqiqlar ilgari ham kuchga kirgan. 2024-yilda migrantlarga taksi va ayrim do'konlarda ishlash taqiqlangan edi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlar, ya'ni Belarus, Qozog'iston, Armaniston va Qirg'iziston fuqarolari uchun xorijlik ishchilar ulushini kamaytirish choralari tatbiq etilmaydi. Ma'lumotlarga ko'ra, mehnat muhojirlarining 4 dan 3 qismi qurilish, savdo, transport va ma'muriy sohalar, shu jumladan qo'riqchilik va tozalash ishlarida faoliyat yuritadi. Barcha mehnat muhojirlarining 60% dan ortig'i Moskva hamda Sankt-Peterburg aglomeratsiyalarida ishlaydi. Shuningdek, Rossiyaning 47 mintaqasida muhojirlarning mehnat faoliyatiga cheklovlar kiritilgan. Xavfli kasalliklarga chalingan minglab muhojirlar Rossiyadan chiqarib yuborildi. Ichki ishlar vazirligining Moskva bo'yicha bosh boshqarmasi migratsiya boshqarmasi boshlig'i vazifasini bajaruvchi Igor Dudnikning ma'lum qilishicha, 2025-yilning 9 oyida Rossiyada atrofdagilar uchun xavfli yuqumli kasalliklarga chalingan 4500 ga yaqin chet el fuqarosi aniqlangan. Bu muhojirlar yashash va ishlash uchun ruxsatnoma olishga uringan, biroq tekshirilgan va darhol mamlakatdan chiqarib yuborilgan. Dudnikning aniqlik kiritishicha, bunday kasalliklarning barchasi ijtimoiy xavfli hisoblanadi. Bundan tashqari, xuddi shu davrda giyohvandlik moddalarini iste'mol qilish belgilari bilan 1600 nafardan ortiq xorijlik deportatsiya qilindi. Yana 150 dan ortiq muhojir pasport ma'lumotlarini o'zgartirgani sababli o'z ixtiyori bilan chiqib ketgan.
Qidiruvda bo'lgan 240 ga yaqin shaxs hibsga olinib, deportatsiya qilingan. Yanvar oyida Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev yuqumli kasalliklar va giyohvandlikka chalingan muhojirlarni kechiktirmasdan deportatsiya qilish kerakligini aytgan edi. Noqonuniy migrantlarning davlat reyestri 2025-yil 5-fevraldan boshlab amal qiladi. Unga qoidalarni buzgan yoki hujjatsiz yurgan shaxslar kiradi. Ish beruvchilar, korxonalar va oddiy fuqarolar yangi kelganlarni tekshirish uchun ma'lumotlar bazasidan foydalanishi mumkin. Bu rasmiylarga qoidabuzarlarni tezroq topishga yordam beradi. Chiqarib yuborilgan muhojirlar qaysi davlatlardan? Ichki ishlar vazirligi va migratsiya xizmatlari ma'lumotiga ko'ra, yuqumli kasalliklar bilan deportatsiya qilinganlarning asosiy qismi mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlaridan, ya'ni O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan. 22-28 sentyabr kunlari Saratov viloyatida o'tkazilgan bir qator reydlarda 348 ta migratsiya qonunchiligi buzilishi aniqlangan. Bu haqda viloyat Ichki ishlar vazirligi xabar berdi. Operativ xodimlar yirik qurilish obyektlari, logistika markazlari, kafe va ko'ngilochar maskanlar, shuningdek migrantlar turar joylarini ko'zdan kechirgan. Tekshiruvlar natijasida 80 nafar xorijlik Rossiyadan chiqarib yuborilgan. Yana 41 nafar kishiga 5 yildan 10 yilgacha Rossiyaga kirish taqiqlangan. Xorijliklarni soxta ro'yxatga olgan mulk egalariga nisbatan 11 ta jinoiy ish ochilgan. Yo'l patrul xizmat xodimlari esa xorijliklarni olib ketayotgan 31 ta avtomashinani qo'lga olgan. Shuningdek, migrantlar tomonidan 21 ta yo'l harakati qoidalarini buzish holatlari aniqlangan. Mehnat kodeksini buzgan 16 nafar muhojirga, ularni ish bilan ta'minlagan 17 nafar ish beruvchiga nisbatan ma'muriy jazo qo'llanilgan. Rossiyada migrantlar yetishmasligidan qurilishlar muddati cho'zilib ketmoqda. Rossiya qurilish sanoatida ishchi kuchi tanqisligi kuchayib boryapti. Yil boshida yetishmovchilik 160 mingga yaqin mutaxassisni tashkil etgan bo'lsa, 2030-yilga borib bu ko'rsatkich 850 mingga yetishi mumkin, deydi Vseostroyki portali rahbari Svetlana Aprishko. Uning so'zlariga ko'ra, ko'plab kompaniyalar qurilish muddatini cho'zib bormoqda, chunki obyektlarda ishlaydigan odam yo'q. Quruvchilarning aksariyati avvallari Markaziy Osiyo davlatlaridan kelgan, ammo hozir qattiq migratsiya qonunlari tufayli ishlab chiqaruvchilar garchi qimmatroq bo'lsa ham Bangladesh, Hindiston va boshqa mamlakatlardan ishchi qidirmoqda. Mutaxassislarning ogohlantirishicha, ishchi kuchi tanqisligi muhojirlarga qarshi yangi choralar bilan bog'liq. 2024-yilda Davlat dumasi chet elliklarni ishga olishga cheklovchi 10 dan ortiq qonunni qabul qildi. Bundan tashqari, Mehnat vazirligi qurilishda chet ellik ishchilar ulushini yanada kamaytiradigan loyiha tayyorlamoqda. Rasmiylar migrantlar taqchilligini qisman qoplash uchun qurilish universitetlari bitiruvchilarini 3 yillik ishga joylashtirish g'oyasini ham ko'rib chiqyapti. Qurilish kompaniyalarining o'z loyihalarini vaqtida yakunlay olmasligi uy-joy narxi oshishiga ham sabab bo'lishi mumkin.